menga ber kitobni. Ota mendan faxrlanadi. Yo'q. Mana suvga tashlang kitobni. Yo'q, unaqa qilma. Iltimos unaqa qilma, kitobni menga ber. Yaqinlashma, to'xta, suvga tashlayman domla. Iltimos unaqa qilma. Suvga tashlayman hozir kitobni. Ota mendan faxrlanadi. Iltimos shu kitobni menga ber. Ey, qanaqa ota? Ey, sen shuncha ota deb, mana. Unaqa qilma. Ha, nozik joying bor ekan-ku. Kitobni menga ber, otamnikiga bering. Otam mendan faxrlanadi. Sen shuncha ota deyapsan. Sendan shu kitobni olib borsang, otang rostdan ham sendan faxrlanadi bo'lmaysan, ha? Mendan faxrlanadi. Albatta mendan faxrlanadi. Ber shu kitobni. Hamma men ustimdan kuladi, sevmas deb. Kitobni ber, otamga olib borib beray. Aslida sen qo'rqoqsan. Sen odam ustidan kulishdan qo'rqasan. Otang sendan mana shunaqa kitob uchun voz kechib ketishdan qo'rqasan. Ey, otang seni bir marta bo'lsa ham o'g'lim degan o'zi? U meni otam, bitta shu otam bor. Otamdan boshqa hech kimim yo'q. Aka shu kitobni ber, otamga olib borib beray. Iltimos. Qani boyga quturayotgan klon? O'zi qanaqadir yig'loq klongalanib qoldi-ku? Iltimos, menga shu kitobni ber. Kitob uchun ekan hammasi. Ota. Yaqinlashma. Suyni qaytarib ber. Bilasanmi, odamlar mana shunday kulardi. Sevmas deb. Endi men ularning ustidan kulaman, tushundingmi? Men ularning ustidan kulaman. Do'stlar, men munchamayman, bu klon nima bo'lib qoldi? Maqsud! Tashi! Maqsud! Qoch! Kitob ol! Bu o'rlashib qoldi bu. Yo'q, ushlama buni. Do'stlar, nimaga klon oxirida bunaqa yig'loq bo'lib qoldi? Dadam deb o'lmadi dedi o'zi ham. Shoshma, mana o'sha suyuqlik. Xo'p, qara, buni bu yoqqa qo'yamiz. Endi shoshma. Endi nima qilamiz? Ushlama buni, ushla. Nima? Yo'q. Yordam bermas. Hamma narsa tugadi deb o'yladingmi? Nima? Hali tugagani yo'q, tushundingmi? Endi boshlandi, tushundingmi? Nimaga otam ko'rsatib qo'yadi. Tushundingmi? Qo'rqsin. Shoshma. Kitob. Suyuqlagan menda. Gambit. Do'stlar, biladi. Nima deganini eshitdingmi? Hammasi tugagani yo'q, hali endi boshlanadi dedi. Uyga kirib keldim, qo'rqib ketdim men. Shoshma. Bu yoqqa, qani tepadan qaraylik, qani. Ya, qani. Yo'q, shoshma. Hech qayerda yo'q. Derazadan kirmoqchi emasmi? Yo'q, derazadan kirmoqchi bo'lsa kirardi u. Esingda bo'lsa qara. Kobra ham shunaqa gapirgandi, ketishdan oldin, ha? Men sizlarga harakat qildim, endi yomon bo'ladi. U keladi, debdi. Bu ham xuddi shunaqa, otam keladi, debdi. Nimaga otam ko'rsatib qo'yadi. Shu tushunmayman, nima qilish kerakligini. Sevitan yonmayapti. Nima bu klonlar otasi shunda bittami? Tashqarida so'z yo'q. Men qo'rqib ketdim. Biletdan yuragim va chiqib tug'ratdi. To'g'risi Maqsud, men Darknet temasini yapamiz, bo'ldi. Olmaymiz, menga вообще kerak emas. Bilet. Menga ham bu narsa yoqmayapti. Lekin Gambitni hali biza qutqarishimiz kerak. Sardor ham hali umuman topilgani yo'q. Xo'p, davom ettiramiz. Lekin qolganicha biza o'zimizchi. Tushunsanmi? Men buni qaramanmi? Kelgan klonlarni qaragan. Boshda oddiygina yig'lab turgan klonlar. Menimcha, bular psix, bular sog' emas. Boshda qara quladi. Svit yondi. O't. Shunda klon ketdimi? Bilmayman, men klon bunaqa bo'lmaydi lekin. Yo'q. Mana. Faqatgina mana setga qoldi, klon yo'q. Yo'q. Qara. Svet yondi, klon. Kim? Gambit. Shoshma. Yo'q, yuzini. Şey, hop, ko'z normalniy. Ya, shoshma, yaqin kelmang, brat. Yaqin kelmang. Uxlatib qo'ydingmi? Prikин ko'zimni ochaman, tepaga qarab yotaman. Nima bo'ldi? Svet keldi, все нормально, все easy-da. Klon ko'rmadingizmi? Yo'q. Hammasi yaxshimi? Qani. Qanchalik nima bo'lyapti?
Klon yuzingizga chizdi. Yo'q, qarang, siz polni serozning gamidagi hech bir inson yo'q do'stim hozir. Chimidandan ochiq olib chiqib berganingizni eslaysizmi? Xohlaganini gapiryaptim molla. Har doim shunaqa deysiz. Nima bo'ldi hozir? Videoni ko'rsangiz bilasiz aka. Shoshma. Qarang, Maqsud Gambit ekan klonga aylanishdan oldin hozir. Oldin Gambit aka siz tushing pastga. Qani boyka o'yinchoq. Tushing, tan Maqsud siz tushing pastga. Hop, mana shu oyoqchida, mana oyoqchanchidagi mana shu narsa edi bizga kerak. Siz bilasizmi, klonni shogirdi bo'ldingiz. Qaram, Da. tualetda turgan paytimizda bor-ku, mani urib uxlatib qo'yding. Sen yoki omon. Siz naborot eshikni ochib berdingiz unga. Men hech narsa qilganim yo'q. Keyin gaplashamiz, nima bo'layotgan. Mana buni qaraysiz. Qarang, biz klonni mana suyuqlikni oldik va kitobda yozilgan edi, oyoqchamchidan chiqqan narsaga suyuqlikni aralashtirsang, bizga kerak narsa paydo bo'lar ekan. Ya'ni bu narsani mana bu narsa qo'riqlaydimi? Xolos bilmaymanlarga. Ishlatib ko'rish kerak. Kelinglar. Nima bu? Nasmi bu? Hidlab ko'ring-chi. Hop. Shuni qo'ysam bo'ldimi? Balkim, maybe. Maybe. Ay, bila. Voy, qo'lim sassidi lekin. Hamma bo'ldi, keling bu yoqqa chiqinglar. Hop, qaranglar mana, hop. Gamitiga tushayman buni. Tushing. Iltimos, gamitiga umuman mana shuni qo'yib yubormang. Va eng qiziq biz даже bilmaymiz bu narsa rostdan ishlaydimi yo'qmi. Lekin Goblin va kitob bizga shunaqa dedi. Bilasizmi, o'zi bugun umumiy nechta klon keldi? 2ta. 3ta. Goblin bor edi podolda, eslasizmi? Siz bilan 4ta bo'ladi. Opona. Siz rostdan ishonay islomiysizmi gamitiga? Yana, agarda siz menga ishonmasangiz mana qarang. Mana buni esingizmi? Ha, buni bilaman. Mana bunichi? Qo'lingizda turibdi. Da. Hop. Mana bunichi? Ha, boyanaqada arqonda belanib yotgan edi. Shundan keyin pastda yo'q yoqib baqirib qo'rqitib yurdi, tualetga qochib kirib ketdim deydi. Hop, keyinchi? Keyin meni urib uxlatib qo'yding. Ey, meni aytayapti-da, birinchi sen uxlatib qo'yding tualetda deyapti. Men unaqa qilganim yo'q, o'zi eshik ochib berdi. Momenchi, bundoq svet o'chib yonganday bo'lib. Ya qarang, gamitiga. Yana yolg'on gapirayotganday bo'lsa, to'g'risini ayting, to'g'risini nima bo'pti? To'g'risini ayting. Men qayerdan bilay? Hop, bas urushga chiqa olmayman. Hop, mana. Mana shu Goblin haqidagi narsalar va stop. Shoshma, bu boy bormidi? Yo'q, bu yo'q edi. Maqsud, sen yozmayapsanmi? Meni tanitmayapsanmi? Yo'q, men tekkani yo'q, brat. Uni juda qattiq jahli chiqdi. Endi navbat unga. Qochib qutulib bo'lmaydi. Yaxshi! Nima xursand bo'ldinglar gamitiga bu narsaga? Adrenalin omuzu, zo'r bo'lyapti hammasi. Goblin aytgandi, Gambitga ishonmanglar deb. O'zi ishonmaslik kerak Gambitga. Men bilmayman. Endi yoningdagi odamga ishonasanmi yo sen levi odamga ishonasanmi degan? Xullas, va kitob chemodanga solib tashlab Maqsud. Xullas, do'stlar, umuman nima qilish kerakligini tushunmayman. Men umrimda bunaqa vaziyatga tushmagan va bilmayman bunaqa vaziyatda nima qilish kerak. Sizlar o'zingizlar fikringizni kommentariyga yozib qoldiringlar, nima qilishimiz mumkin, qanaqa variantimiz bor. O'ylashimcha biz Gambitni tuzatdik, lekin hali sinab ko'rganimiz yo'q. Keyingi seriyada sinab ko'ramiz. Lekin men bir kechada bittagina klon bilan yurganmiz shuncha paytgacha. Bu safar 3 ta Gambitka bilan kerak bizga 4 ta klon keldi. Va men to'g'risi qo'rqaman o'sha. To'g'risi man sen oldingda haqiqatni gapirganman. O'zimdan nima qilaman? Biram jasur bilan machon yasab. Rostdan qo'rqaman. Shuning uchun ham men Darknetni tugatmoqchiman. Darknet 6 ta qism, 6 ta legendarniy qism. Hammaga rahmat katta aktivlar uchun. Agarda Darknet dengiz chiqishini xohlasanglar, o'sha gap do'stlar, like 101 ming like, 22 ming obuna kerak. Obuna bosinglar albatta, chunki bu kanalda mo'shni obuna kerak. Va balkim xatasizlar aktiv berayotgan shungina davom etamiz. Shuning uchun aytdim do'stlar, aktiv beringlar. Darknet 7-qism bo'ladimi yo'qmi? Hammasi sizlarga bog'liq. Men hech kimga ishonishimni o'sha bilmayman. Maqsudga ishonsam, Maqsud o'dirotdi. Gambitga ishonsam, ko'rasizlar qanaqa xuddi yolg'on gapirayotgandek gapirotdi, xuddi o'lib topayotgandek gapirotdi. Nima bo'layotgan bo'lsa ham menga juda ham qiziq bo'lyapti. Dal bu narsa davom etishini xohlayman. Chunki adrenalin, yangi narsalarni ishqiboziman. Hakishto nima bo'lsa ham 7-qism, 8-qism itagdali ketishini xohlayman. Uning uchun sizlar podдержка qilib turishingiz kerak. Podpiskaga kanalni qo'yib qo'yinglar. Agar Darknetning qismi bo'lishni xohlasanglar, просто like bosinglar, obuna bo'linglar va Sardorni ham kerak bo'lsa qutqaramiz. Va yangi qismi chiqadi. Va bu esa sizlarga Darknet 6-qism video tugadi. Agarda siz videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentar